Qora sitrus oqqanoti Aleurosantxus voglumi ashbi bu turning vatani Hindiston hisoblanadi. Shuningdek, Osiyo, Afrika va Amerika davlatlarida uchraydi. AQShda oqqanot ochoqlari Florida va Texas shtatlari borligi aniqlangan. Aleuroidae oilasiga mansub bu tur 155 ga yaqin o'simliklarni zararlaydi. Rutaceae oilasi vakillaridan tashqari behi, xurmo, uzum, nok, olxori, mango, kakao, kofe, evkalipt va boshqa turdagi o'simliklarni ham zararlaydi. Urg'ochisining tana uzunligi erkagidan katta. Boshi va ko'kragi jigarrang simon qizg'ish, boshining oldingi qismi tiniq sariq, ko'zi qizg'ish jigarrang, mo'ylovlari va oyoqlari tiniq. Tinch holatda bo'lganda rangsiz doglar ustini yopib turadi va havo rang qanotlarida kondalang yo'llar hosil bo'ladi. Tuxumi choziq, oxiri buralgan, dastlab ochsariq, oq, 8-10 kundan keyin qora tusga o'tadi. Lichinka tanasi dongsimon, qora, yaltiroq, qilchali va qornini oldingi qismida yarim doirali yashil doglari bor. Urg'ochisi puparining uzunligi 1,5 mm, erkak puparisiga qaraganda ancha yirik, 1 mm, dongsimon, yassi, qora, chetlari oq mumsimon hoshiyali, 16-26 ta qilchalar hosil qiladi. Ular uzunligi va pupari ustki qismiga o'tib boradi. Urg'ochisi tuxumlarini spiral ko'rinishda bargning ostki tomoniga 30-50 tagacha qo'yadi. Tuxumlardan lichinkalarning chiqishi havo haroratiga bog'liq holda 7-26 kundan keyin, o'rtacha 15 kun boshlanadi. Rivojlanishining quyi chegarasi -5 gradus, yuqorisi 45 gradusni tashkil etadi. Birinchi yoshdagi lichinkalar, daydi, 3-5 soatdan keyin harakatlana boshlaydi. Tuxumdan chiqqandan so'ng undan 38 minggacha uzoqlashib boradi. Erkaklari faqat ertalab, urg'ochisi kunning ikkinchi yarmida ucha boshlaydi. Tutqichlar asosan 1,5 metr balandlikka ilinadi. Birinchi lichinkali bosqichi 8-17, ikkinchisi 7-16, uchinchisi 7-22 va pupari 21-45 kun davom etadi. Iqlim sharoitiga bog'liq holda 1 yil davomida 2-6 ta avlod beradi. Rivojlanishi nisbiy havo namlik doimiy va barglar suvli bo'lganda tez kechadi. Qora sitrus oqqanotining tabiatda ikkita Amitus hesperidum silv. Prospaltella opulenta tekinxori uchraydi. Bu turlar Meksikadan keltirilgan va Floridada laboratoriya sharoitida ko'paytirilayotgan zararkunandada ko'paytirila boshlandi. Ular muvaffaqiyatli iqlimlashdi. Karantin chora-tadbirlari. Bizning respublikamizga kirib kelishini oldini olish uchun karantin qoidalariga qat'iy rioya etiladi va oqqanot tarqalgan tumanlardan ko'chatlarni keltirish taqiqlanadi. Introduksiya karantin ko'chatzorlarida hamma zararlangan materiallar sinchiklab ko'zdan kechiriladi va zararsizlantiriladi.